Assalomu alaykum kuzatuvchilar, sizlar bilan har doimdek quruvchi O'z va Kamina Mehroj. Mazkur loyihamiz aslida yer maydoni yarim gektardan ziyodroq yer uchun mo'ljallanadigan bo'lsa ham, lekin loyihamizning o'zining asl o'lchami 19 metr 90 santimetrga 25 metr 80 santimetr yoki 5,5 sotixni tashkil qiladi. Va loyihamiz o'z ichiga 2 ta mehmonxona, 3 ta yotoqxona, 1 ta oshxona, 2 ta sanuzel va kattagina naves qismini oladi. Uyimizning osti esa to'liq podval sifatida qoldirib ketilgan. Do'stlar, kanalimiz rivoji uchun hamda videomiz ko'plarga manfaatli bo'lishligi uchun video ostida bir dondadan like qoldirishni unutmang. Fikr-mulohazalaringizni esa kommentariyada kutib qolamiz. Agarda bizni faoliyatimiz bilan yaqinroq tanishmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimizga o'tishni tavsiya qilamiz. Telegram kanalimiz esa pastda opisaniyada qoldirib ketilgan. Loyihamizni boshlashdan oldin mazkur loyihamizda qayerda qurilganligiga alohida bir e'tibor qaratib ketamiz. Loyihamiz Samarqand viloyati Nurobod tumanida qilingan. Aslida uchastka hozir biz loyihani ko'rsatayotganimizdan ko'ra anchagina katta. Ya'ni hozir loyihada biz 25 metr 80 santimetr ko'cha tomon fasad qismini olgan bo'lsak, aslida ko'cha tomon fasad qismimiz 57 metr, uzunasiga 100 metrcha bor. Bu degani yarim gektardan ko'proq demak joy bor aslida aslini olganda. Balki 1 gektar ham, chunki undan ham kattaroq, anchagina kattagina joylar. Lekin biz loyihamizni hammasini olmaganmiz. O'sha loyihamiz demak 2580 ga 19 metr 90 santimetrni o'ziga joylashtirib zabor bilan o'rab qo'yganmiz. Yonboshiga esa qo'shimcha demak molxona qilish mumkin, bog' uchun ajratish mumkin va umumiy yer uchastkasini shunday qilib aylantirish mumkin. Agarda siz ham shunday kattaroq yer maydoni bo'ladigan bo'lsa, sizga ham shunday qilishni tavsiya qilamiz. Ya'ni uyingizni oldi katta bo'lib ochilmaydi, ma'lum darajada uyingiz egallagan joyni o'zini demak o'rab qo'ysangiz, qolgani esa ekin-tekin, mol-hol va qolaveradi shunday bo'lib. Demak, loyihamizga qaytamiz. Bunday katta yer maydoni albatta shaharda yashovchilar uchun orzu desak ham bo'ladi, lekin bizning sharoitimizda shunday kattagina yer maydoni mavjud. Loyihamizni albatta ko'cha tomonining ko'rinishidan boshlaymiz. Loyihamizning ko'cha tomoni ko'rib turganlaringizdek xuddi mana shunday umumiy ko'rinishga ega. Yon tarafda qolgan yer esa qo'shimcha yer maydoni, ya'ni uydan tashqari yana yonda qolgan yer maydoni xuddi mana shunday umumiy ko'rinishga ega. Uyimizning o'zining egallagan joyi esa aytib o'tganimizdek 25 metr 80 santimetr mana shu burchagigacha va uzunasiga 19 metr 90 santimetrdan tashkil topgan. E'tibor beradigan bo'lsangiz, darvozaxonamiz xuddi mana shunday uklon qilib joylashtirib o'tilgan, ya'ni naves qismimizgacha ham uklon. Buning sababi esa uy egasi hozirgi holatda uyning joyini ko'chaga nisbatan to'g'rirog'i 90 santimetr balandlikka ko'targan. Buning sababi esa mana shu uyimiz sel yo'lida joylashganligi uchun buni ko'tarishimiz zarur edi, ya'ni ko'chaga nisbatan anchagina balandroq qilishimiz zarur edi. Shuning uchun mana guvoh bo'layotganlaringizdek fundamentimiz ham anchagina 1 metrdan ham balandroq qilib olingan. Bu degani uyimizning hovlisiga hech qanday suv yoki sel yo'lida joylashganligi uchun sel xavfi bizga tahdid qilmaydi. Uyimizning orqa tarafida xuddi mana shu joydan foydalangan holatda biz yashil maydonni tashkil qilib qo'ydik. Bu yashil maydonimizga esa qo'shimcha mana shu temir darvozadan o'tiladi. Bu yerda albatta uy egasi qilinsa yana ham yaxshi bo'ladi. Agarda qilmaydigan bo'lsa ham biz bir ideya berdik xolos. Asosiy urg'uni esa uyimizga qaratamiz. Mana bu uyimizning orqa tomonidan albatta ko'rinishi do'stlar. Uyimizning kirish darvozasi esa o'ng tomonimizda qoldirib o'tilgan. Darvozamizga mana shu tarafdan kiramiz. Darvozaxonamiz anchagina keng va bu darvozaxonamizning old tarafida qo'shimchasiga yozgi oshxonani ham joylashtirib qo'yganmiz va bu yozgi oshxonaning oldida esa qo'shimcha so'ri qo'yish uchun ham yetarli joy qoldirib ketilgan. Mana bu esa uyimizning old tarafdan umumiy rakurs ko'rinishi do'stlar. Uyimiz klassika uslubida qilingan va kirish eshiklari 3 ta. Yon tarafdagi ikkita mehmonxonamiz bir-biriga mos ravishda simmetrik tushgan va o'lchamlari ham deyarli bir xil.
Darvoqe eslatib o'tamiz, loyihamizning to'liq o'lchamlarini o'zimizga bog'langan holatda olishingiz mumkin. Birinchi bo'lib chap tarafdagi eshigimizdan ichkariga kiramiz. Kattagina qilib qoldirilgan eshigimiz bizning birinchi mehmonxonamizga tegishli. Mehmonxonamiz anchagina kengligidan foydalanib, bu yerga bemalol stul, uning ustiga esa mana shunday divanli zona bilan televizor tomosha qilib yoki kofe time uchun ham joy qoldirib ketsak bo'ladi. Bu mehmonxonamizning derazasi uyimizning orqa tarafiga qaratib ketilgan do'stlar. Mana shu o'rinda do'stlar sizga ham bir life hackni aytib ketamiz. Ya'ni sizda ham agar joy, yer maydoni yetarli bo'lsa, ko'chagacha ham qo'shimcha mana shunday joy qoldirib, zabor ko'cha tomonda tashlanadigan bo'lsa, ko'chadagi shovqin-suron uygacha yetib kelmaydi va uy ko'chadan qandaydir bir izolyatsiya bo'lib, alohida, demak, ichkariroqda bo'lishini ta'minlab turadi. Albatta bunday katta yer hammada ham mavjud emas. Biz esa loyihamizni tushuntirishni davom etamiz. Asosiy uyimizga kirish esa xuddi mana shunday o'rtada qoldirib o'tilgan, zinalari esa mana shunday qilib shestigramga, ya'ni erkakga mos ravishda qilib ketilgan. Bu zinalardan yuqoriga ko'tarilamiz, oyoq kiyimlarini yechib ichkariga kiradigan bo'lsak, bu yerda bizni keng holimiz qarshi oladi. Holimizga kirganimizdan so'ng chap tarafda alohida prixoshka shkafni uchratishingiz mumkin. Mana shu eshikdan kiradigan bo'lsak, oshxona qismimiz qarshi oladi. Oshxonamizning derazalari esa uyimizning hovli tarafiga qaratib o'tilgan va xuddi mana shunday umumiy ko'rinishga ega do'stlar. Bu xonamizdan ham yana qaytib holimizga chiqamiz. Bu oshxonamizning orqa tarafida esa yana bitta xonamiz qoldirilgan bo'lib, bu bizning umumiy sanuzilimiz hisoblanadi. Sanuzilimiz yetarli darajada kengligini bu yerga bemalol bitta unitas hamda dushoviy kabinalar joylashganligidan ham bilishingiz mumkin. Buning ustiga esa xuddi mana shunday kattagina rakovinamiz uchun ham joy qoldirib ketilgan. Bu umumiy sanuzil do'stlar. To'g'rida esa bitta alohida yotoqxonamiz qoldirib ketilgan. Ya'ni mana shu xonamiz bizning alohida ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxona qismimiz hisoblanadi. Ota-onalar yotoqxonasining ichida ham o'zining alohida sanuzili bilan birgalikda garderob uchun ajratilgan xonamiz ham qoldirib ketilgan. Ya'ni ota-onalar yotoqxonasiga kiramiz. Birinchisi bizning garderob uchun ajratilgan xonamiz, undan keyingi xonamiz esa bizning umumiy sanuzil qismimiz hisoblanadi. Garderobimiz hamda sanuzilimizning ham forchkalari uyimizning tashqi taraf, ya'ni ko'cha tomoniga qaratib ketilgan do'stlar. Bu xonamizdan ham qaytib tashqariga chiqamiz. Holimizning o'ng tomoniga yuzlanamiz. Bu yerdagi xonamiz esa bolalar uchun ajratilgan. Bu bolalar yotoqxonasining derazasi ham uyimizning orqa tomoniga qaratilgan bo'lib, 2 kishilik yoki 3 kishilik bolalar yotoqxonasi qilib bemalol foydalanib ketsa bo'ladi. Va eng so'nggi xonamiz esa holimizdan kirganimizda o'ng tomonda qoldirib o'tilgan, bu ham yana bitta alohida yotoqxona. Buni sharoitdan kelib chiqib yoki bolalar yotoqxonasi yoki ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxona qilsangiz ham bo'ladi. Endi esa do'stlar yana tashqariga qaytib chiqamiz. Bu esa navisimizning osti do'stlar. 3-kirish eshigimiz ham xuddi mana shunday qilib qoldirib o'tilgan va shu o'rinda yana bir narsani eslatib o'tishimiz zarur. Ko'rib turganlaringizdek, hamma kirish eshiklarimiz, demak, navisimizni ostida qoldirib ketilgan. Mehmonxonalarimizga alohida navis chiqarilmagan bo'lsa ham, lekin oyoq kiyim yechish uchun e'tibor beradigan bo'lsangiz, regelimizdan keyin ham joy qoldirib ketilgan. Ya'ni mehmonxonamizning devorini eshik bilan birgalikda ichkariroqqa tortganmiz. O'rtadagi eshigimiz ham ikkita erkakning o'rtasida joylashgan bo'lib, unga ham qo'shimcha kozirov chiqarib ketganmiz. Buning asosiy sababi esa bu yerga bemalol oyoq kiyimni yechib qo'yadigan bo'lsak, yog'ingarchilikdan anchagina xoli bo'ladi. Albatta sharoitdan kelib chiqib proyekt qilamiz va iloji boricha mana shunday oyoq kiyim yechadigan joylarni va kirish qismlarining ustiga navislarni ishlab ketamiz. Albatta bu o'zimizni iqlimida kerak deb o'ylayman. Ikkinchi mehmonxonamiz ham aytib o'tganimizdek xuddi mana shunday qilib qoldirib o'tilgan va zinalari ham kattagina qilib joylashtirib o'tilgan. Bu eshikdan ichkariga kiradigan bo'lsak,
Bu mehmonxonamiz ham xuddi birinchi mehmonxona singari anchagina keng va bu mehmonxonamizning derazasi ham uyimizning orqa tomoniga qaratib o'tilgan do'stlar. Xuddi mana shunday uyimizning xonalarini birma-bir hammasini tushuntirib o'tdik. Mana bu esa bizning navis qismimiz. Buni ham boshda tushuntirib o'tdik. Biz esa do'stlar xuddi mana shu joyda videomizni yakunlaymiz. O'ylaymanki, video ostida bizning kanalimiz rivoji uchun bizni o'ylab like qoldirish esdan chiqmadi. Agarda sizda ham uy qurish niyati bo'lsa va arxitektor tanlab qiynalayotgan bo'lsangiz, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda yana g'oyibona ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.